Assalomu alaykum youtuberlar va YouTube'ga qiziqadiganlar. Bugun biz sizlarga o'tadigan yo'nalishimiz teleskop bo'ladi. Bu yo'nalish juda ham oson va oson yo'nalish hisoblanadi. U qanday yo'nalish deyishingiz mumkin. U juda oson yo'nalish hisoblanadi. Uni hozir sizlarga tanishtirib o'taman. Mana teleskop yo'nalish shorts ham bor. Agar shorts qiziq bo'lsa, shu kanalni описаниесida yozib qoldiring. Kommentariyada yozaman. Telegram kanalini ham shu videoni kommentariyasiga tashlab qo'yaman. Shu yerdan topishingiz mumkin. Mana video beriladi. Teleskop o'yini davom etadi. Shunday bo'ladi. Men uni hozir sizlarga o'rgataman. Uning uchun sizlar menga obuna bo'ling va kommentariyada yana nimalarnidir o'rgatishimni yozib qoldiring. Unda biz video montajni boshladik. Biz u rasmlarni, narsalarni qanday yuklab olishni men Telegram kanalimni o'zida alohida darslik qilib chiqaraman. Hozir video sal qisqaroq bo'lishi kerak. O'zim ham ozroq charchaganman bugun va hozir CapCut platformasiga kirib, to'g'ridan-to'g'ri videoni yasab ketamiz. Menda hamma montaj narsalari bor. Uni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ne videoni bosamiz va shu orqa fonni fotosidan tanlab olaman. Tanlab oldim, jo'nataman. Endi bu orqa fonni kesib, mana to'g'rilab, tayyorlab olaman. Bu teleskop yo'nalish YouTube'dan ilk daromad qiladiganlar uchun eng oson yo'nalish hisoblanadi. Daromad qilsa odam oson yo'nalishini oson qilib ishlashi mumkin. Bir ishlasangiz montajini, bemalol narsalarni o'rganib olaverasiz. Biz 3-2-1 tugmani qo'shib olamiz birinchi. Mana 3-2-1 shu. Endi pastdan remove bg ni topamiz. Remove bg, mana remove bg, chroma key va surat zongorini tanlab, to'g'rilab, ishlarini yaxshilab qo'yamiz pastlagilarni surib. Endi biz bu yerga edaverlar qilib shu o'yinib olgan teleskop o'yinimizni videosi bo'lishi kerak. Shuni olib tashlab olamiz. Mana buni bu yerga surib to'g'rilab qo'yaman. Siz buni tezroq bo'lishi uchun, oson bo'lishi uchun transform bor. Pastda mana bu belgi crop kabi kesadigan ko'rsatadi transform. Shunday qilishingiz mumkin. Men tezroq bo'lishi uchun qo'lda qilaveraman. Siz vaqtingiz ko'p bo'ladi, qilishingiz mumkin. Endi birinchisi riderni teleskop confidence-ni tashlatib olamiz. Mana buni endi videosini bosamanda buni mana shu bilan teng qilib, lekin riderni albatta transformda qilish shart. Uni advancedda qilib, mana zoomga o'tib, uni formatini birinchi bo'lib 25, keyingisini 50 qilib olamiz. Mana 25, keyingisini 50 qilib olamiz. Buni keyingi qiyofadosini. Hozir buni biz birinchi joyga olib kelib qo'yamiz. Suramiz. Bu juda oson yo'nalish. Mana surib qo'ydim. Tayyor. Endi ikkinchisini duplikatini olib olaman. Shu confidence va pastdan joylayman, surib, mana pastdan suraman. Buni joyiga olib kelib qo'yaman. Mana joyi mana bu yerda sherigi. Endi pastdan shuni transformga qayta kiraman. Advanced bosaman. Zoom buni 50 qilib olaman. Albatta 50 bo'lishi shart. Precision orqali buni to'g'rilab olamiz. Siz bu juda oson yo'nalish. Bemalol qilishingiz mumkin. Odamlar buni boshqacha yo'nalishini qiladi. Siz boshqa kanallarda bo'lishingiz mumkin o'rgatadigan. Ular boshqacha qilib o'rgatadi. Men oson ko'rinishda qilib tayyorlab ko'rsatib beraman va siz bemalol o'zingiz shablon yaratib olib tayyorlasangiz bo'ladi. Bu juda oson. Siz bularning o'rtasida green screen videolar tashlashingiz mumkin. U videongizni yanada boyitadi. Bu videoni yana bitta duplikat qilib olaman.
shuni 4 ta qilib olaman. 1, 2, uchinchisi bo'ldi, bu 4-inchisi mana. 4 tasini qilib oldim. Endi boshiga qaytaman. Shu videoni hozir qilgan joyimizga mana keldim. Endi shu joyni ortiqchasini kesib tashlayman. Split orqali split delete va endi videoni keyingi qismini shunday surib kelib mana ikkinchi joyga qo'yib qo'yaman. Ikkinchisi mushukcha. Shuni oson qilish juda oson. Bir qilib olsangiz o'rganib ketasiz. Mana mushukchanikini ham tashlab qilib olamiz. Edaverli galeriyaga olib kirib ketadi. Mana mushukcha. Buni tekislab olamiz. Va shuni oxiridan qora joyi bor. Men bu videoni ko'rgan edim. Oxirida qora joyi bor edi. Shuni udaltib tashlayman. Split qilib kesib va bu videoni hajmini moslashtirib olaman transformdan. Bu albatta shart transformdan qilish. Sifati zo'r chiqadi. Zoom 25. Mana tez qilaman. Chunki sal vaqtim tig'izroq. Endi position orqali to'g'rilab mana buni bu yerga qo'yib, buni tepaga ko'tarib mana qildim. Buni tushirdim mana. Tayyor. Endi buni mana bu tepadagi videoni ham kesib olaman. Split delete qilib. Endi buni duplicate qilib olaman. Sherigini yaratib duplicate va pastdan olib kelib qo'yaman. Mana pastdan olib kelib qo'ydim. Endi buni mana ikkinchisi shunday olib kelaman-da. Shunday kattalashtiraman. Uni transform qilganim ham ma'qul o'zimga. Chunki transform qilish oson. Adinsi zoom 50 position. Mana birinchisi уже tayyor bo'lgan, ikkinchisini qilyapmiz. Ikkinchisi mana. Men bu videolarni 5 minutda bittasini tayyorlab qo'yaman. Bu videolarni ovozini o'zgartirasiz o'zingiz. Men o'zgartiryapman. Vaqt ko'proq ketib qolishi mumkin. Mana endi buni bu yerga o'zini joyiga olib qo'yaman. Navbatiga. Va buni joyi mana bu yerda transformdan to'g'rilab olasiz. Mana bu video ham mana bu video o'zini joyida. Endi buni ham confidence tashlab olaman. Edaverli qilib. Edaverli buniki Rubble. Keyingisini ham tashlatib olsam zo'r bo'lardi. Keyingisi Sky uchar qahramon boshida turibdi. Tashlab oldim. Mana Skyni oxiriga qo'yib qo'yaman narigi qismiga. U hali bizga kerak emas, shu bois mana Skyni shu yerga surib olib kelib qo'yaman. Mana Skyni olib kelib qo'ydim. Qahramon hali bizga kerak emas. Buni mana moslashtirib olamiz. Siz bu ko'ringan videolarni yasash kerak. Uni o'zingiz qilib olsangiz jalloylar kelmaydi. U ham qiziq bo'lsa kanalimda shu kommentariyada yozib qoldiring. Men uni albatta sizga o'rgataman. Confidence tayyorlash video juda oson. Uni o'rgataman. Hamma odamlar uni hech kim o'rgatmaydi hozirda. Faqat odamlar o'ziga o'rgatishadi. Bu zo'r yo'nalish, o'zimga kerak deydi. Men bu yo'nalishni sizga o'rgataman. Bu shu confidence yo'nalish trenddan qolmaydi. Trendni shuni aniqlaysizda, birorta multikdan shu yuklab olib, ovozini o'chirib tayyorlaysiz. Men uni albatta sizlarga bepulga o'rgataman. Hamma odamlar pulga o'rgatishadi yoki kurslarda sotishadi. Men unday qilmayman. Shunday faqat tayyorlab ko'rsatib beraman. Bu juda oson. Confidence video tayyorlasham o'zim ham tayyorlab ko'rganman.
Juda oson. Kamida bir 20 minutlar ketadi shu tayyorlashga. Juda ham osonda tayyorlash. Tayyorlaysiz. Hech ham qiyinchilik tug'dirmaydi. Keyingi yo'nalish shu kofeni video tayyorlash ham bo'lishi mumkin. Bu videoni avval siz ko'rib, kommentariyada yana nimalardir o'rgatishimni yozishingiz kerak. Mana endi buni moslashtirib olasiz. Mana bunday qilib mana tushiramiz. Mana CapCut'da to'g'rilab olyapman. O'zim ham mana tayyor. Endi mana videoni ortiqcha joyini kesib tashlayman. Mana kesaman. Split qilib. O'zim bir oddiy o'rgatuvchiman. Mana endi buni boshqa olib kelib qo'yaman. Mana joy mana bu yerda olib keldim. Endi bu kofening videoni tashlab olaman joyiga. Olib keldim buni. Oxiridan ortiqcha qora joyini kesib tashlayman. Split udalать. Va mana bu videoni razmerini to'g'rilab olamiz. Zoom to'g'ridan to'g'ri 25 ga tushirib qo'yamiz. Position bilan to'g'rilab olaman. Mana to'g'rilab oldim. Endi hozir keyingi qismini uni ham qilib ko'rsataman. Bu video juda ham tayyorlash oson. Qilib ko'rasiz. Endi buni duplicate qilib olaman. Mana duplicate qilib olaman. Buni pastga bunday surib o'zini joyiga olib kelib qo'yaman. Mana o'zini joyi. Shu yerda shuni endi transform orqali buni ham to'g'rilatib olaman. Transform Advanced Zoom 50 mana 50 position bilan to'g'rilatib olaman. Siz buni oxirgi joylarda to'g'rilab olib qolishingiz mumkin. Mana to'g'rilab oldim. Mos tushdi, tayyor. Faqat mana bu video o'zini joyida emas ekan, buni ham to'g'rilab olamiz hozir. Mana olib keldim. Bu joyga, o'zini joyiga tayyor. Mana video bugungisi ham tayyor. Endi buni yuklashga beramiz. Oxirida ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz avval. Mana ortiqcha joylarini kesib tashlaymiz. Split. Delete. Mana videomiz tayyor. Endi buni eksport qilamiz. Save to device. Va mana video yuklandi. Men sizlarga Telegram kanalini tavsiya etaman. Videoni kommentariyasidan topasiz. Mana bo'ldi. Bugungi dars ham tugadi. Obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha xayr.